Diqqat qiling, yanvar oyining pensiyasi qayerda? Pensiya oluvchilar orasida vahima. Nega pensiya kechikdi? Yanvar oyida umuman pensiya to'lanmaydimi? Bu savollar bugun minglab fuqarolarni o'ylantirmoqda. Yanvar oyining pensiyasi masalasida tushunmovchiliklar yuzaga keldi. Kartada pul ko'rinmayapti. Bu holat ko'pchilikni xavotirga soldi. Pensiya bekor qilindimi? Qachon to'lanadi? Vaqtinchami yoki bu holat? O'zbekistondagi ko'plab pensionerlar nega bu safar yo'q? Har doim vaqtida tushardi. Pensiya to'lanmaydimi yoki vaqtinchalik kechikishmi? Hamma savollaringizga ushbu videorolikda javob topasiz. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, yanvar oyining pensiyasi qachon to'lanadi? Bugungi kunda pensiya mablag'lari har oyning 5-sanasiga qadar pensionerlarning bank plastik kartalariga yuklab beriladigan bo'lsa, naqd shakldagi pensiyalar esa har oyning 4-sanasidan 27-sanalarida pensiyalar yetkazib berilmoqda edi. Ma'lumki, joriy yilning 31-dekabridan 4-yanvar kunlarigacha yangi yil bayrami munosabati bilan yurtimizda barcha fuqarolar uchun dam olish kunlari deb e'lon qilindi. Tabiiyki, hozirda pensionerlarda yanvar oyi pensiyasi qachon beriladi kabi savollar tug'ilmoqda. Mazkur masala yuzasidan pensiya jamg'armasi quyidagilarni ma'lum qildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladigan mablag'lar har oy uchun tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risidagi qonun bilan ko'zda tutiladi. 2026-yil 5-yanvar kunidan boshlab pensiya jamg'armasi tomonidan pensiya to'lovlari uchun mablag'lar pensiyani yetkazib beruvchi tashkilotlarga endi moliyalashtirib berilishi boshlanadi. Bunda yanvar oyi pensiya to'lovlari 2026-yil 5-yanvar kuni bank plastik kartalariga yuklab berilishi hamda 27-yanvar sanasiga qadar naqd shaklda oluvchi pensionerlarga Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan grafiklar asosida mahalla fuqarolar yig'inlari orqali yoki fuqarolarning yashash manzillariga yetkazib beriladi. Fuqarolar pensiyalar bo'yicha savollar yuzaga kelgan taqdirda pensiya jamg'armasining 1271 ishonch telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Tezkor xabar: pensionerlar yer va mol-mulk solig'idan ozod qilindimi? Yaqinda yer va mol-mulk solig'idan qarzi borlar hamda elektron to'lovlarni amalga oshirish cheklovlari haqida ma'lum qilgan edik. Ushbu xabar ostidan esa ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan ozod qilingani haqida ma'lumotlar keng tarqaldi. Xabarlarda qanchalik asosli ekanligi haqida Soliq qo'mitasi izoh berdi. Mol-mulk solig'idan yagona shart. Soliq qo'mitasiga ko'ra, Soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz barcha pensionerlarga taqdim etiladi. Biroq bu imtiyozdan foydalanish uchun yagona shart mavjud. Pensionerlarning mol-mulkida bo'lgan turar joy obyekti uchun 60 kvadrat maydoni doirasida amal qiladi. Yer solig'idan imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlarga, yer solig'i bo'yicha esa Soliq kodeksining 436-moddasida asosan imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlarga beriladi. Qonunchilikka ko'ra, yolg'iz pensionerlar bu yolg'iz o'zi yoki voyaga yetmagan yoxud nogironligi bo'lgan bolasi bilan yashaydigan pensionerlar deb hisoblanadi. Imtiyozdan foydalanish uchun nima qilish kerak? Imtiyozdan foydalanish uchun pensionerlar pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasi tomonidan berilgan ma'lumotnomani, shuningdek mahalladagi muftiyy tomonidan berilgan ma'lumotnomani soliq organlariga taqdim etishlari va mol-mulk va yer solig'idan beriladigan imtiyozni qo'lga kiritishlari mumkin.